Assalomu alaykum. Aziz pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u to'g'ridan to'g'ri pulingizga, pensiyangizga, ijtimoiy to'lovlaringizga va davlat tomonidan beriladigan ayrim imtiyozli mablag'larga tegishli. Ayniqsa 30 avgustgacha ishlatilmagan yoki rasmiylashtirilmagan pullar masalasi ko'pchilikda savol uyg'otyapti. Pul kuyadimi? Kartadagi pensiyam yo'qolib qoladimi? Pochta orqali olmagan pensiyam qaytarilib ketadimi? Bu hamma pensionerlarga taalluqlimi yoki faqat ayrim to'lovlargami? Men bugun sizga buni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta nozik joyini bilmasangiz, sizga tegishli pulni olishda kechikishingiz yoki ortiqcha yugur-yugurga tushib qolishingiz mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday muhim ogohlantirishlar ko'pincha odamga aynan vaqtida yetib kelishi kerak. Avvalo eng muhim narsani aniqlab olaylik. Hamma pul ham kuyib ketadi degani noto'g'ri tushuncha. Oddiy pensiya, ya'ni har oy bank kartangizga tushadigan pensiya mablag'i kartangizda o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Bank kartangizdagi pul sizning shaxsiy mablag'ingiz hisoblanadi. Siz uni bugun ishlatasizmi? Bir oy keyin ishlatasizmi? Dorixonaga sarflaysizmi? Naqd qilib olasizmi? Kommunal to'lovga ishlatasizmi? Bu sizning huquqingiz. Lekin masalaning boshqa tomoni bor. Ayrim ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar, bir martalik yordam pullari, pochta orqali berilishi kerak bo'lgan, lekin vaqtida olinmagan summalar. Davlat tomonidan maqsadli ajratilgan mablag'lar bo'yicha muddatlar bo'lishi mumkin. Ana shu muddatlar o'tib ketsa, mablag' qayta hisob-kitob qilinishi, budjetga qaytarilishi yoki uni olish uchun qaytadan ariza, qaytadan tekshiruv, qaytadan tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Odamlar orasida 3 avgustgacha ishlatmasa kuyadi degan gap ham ko'pincha mana shu maqsadli va muddatli pullarga nisbatan aytiladi. Oldin ko'pchilik pensiyani pochta orqali olardi. Pochtachi uyga kelardi yoki pensioner pochta bo'limiga borib olardi. Agar pensioner vaqtida ola olmasa, masalan kasal bo'lib qolsa, qishloqqa ketib qolsa, farzandlarnikida bo'lsa pul bir muddat saqlanardi. Lekin uzoq vaqt olinmagan summalar bo'yicha savollar paydo bo'lardi. Pensioner tirikmi? Manzilda yashayaptimi? Boshqa joyga ko'chganmi? Hujjatlar to'g'rimi? Shuning uchun davlat organlari bunday mablag'larni nazorat qiladi. Hozir esa ko'p narsa raqamlashtirildi. Pensiya bank kartasiga tushadi. Ayrim kompensatsiyalar alohida hisob raqamga o'tkaziladi. Ba'zi yordam pullari esa faqat ma'lum muddat ichida ishlatilishi kerak bo'lgan to'lov sifatida berilishi mumkin. Shuning uchun bugungi asosiy farq shuki, endi pul tushganmi yoki tushmaganmi? U oddiy pensiyami yoki maqsadli yordammi? Kartadagi shaxsiy pulmi yoki muddatli to'lovmi? Degan savollarni alohida tekshirish kerak. Birinchisi har oylik pensiya. Agar pensiyangiz bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, u kartada turgan bo'lsa, siz uni ishlatmagan bo'lsangiz ham, odatda bu pul 3 avgustdan keyin kuyadi degani emas. Masalan, 1.5 million so'm pensiya oladi. Iyun oyida ham, iyul oyida ham, avgust oyida ham kartaga pul tushgan. Opa xarajat qilmagan. Jami 4.500.000 so'm yig'ilib qolgan. Bu pul bank kartasida turgan bo'lsa, u opaning shaxsiy mablag'i. Bank ilovasi yoki bankomat orqali balans ko'rinsa, pul joyida bo'lsa, xavotirga tushishga asos yo'q. Ikkinchisi, pochta orqali berilishi kerak bo'lgan, lekin olinmay qolgan pensiya yoki nafaqa. Bu yerda vaziyat boshqacharoq. Masalan, bir otaxon pensiyani naqd holda pochta orqali oladi. Iyul oyida uyda bo'lmagan, avgustda kasalxonada yotgan. Pochtachi kelganda ola olmagan. Agar bunday holat bo'lsa, albatta pochta bo'limiga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Chunki olinmagan pulning maqomi aniqlanishi kerak. U hali tarqatiladigan summadami, qaytarilganmi? Keyingi oyga qo'shib beriladimi yoki ariza talab qilinadimi? Buni o'z vaqtida aniqlamasa, keyin nega menga berilmadi deb yurishga to'g'ri keladi. Uchinchisi, maqsadli yordam pullari. Mana eng ko'p chalkashlik shu yerda bo'ladi. Masalan, pensionerga dori-darmon uchun kompensatsiya, kommunal to'lov bo'yicha yordam, bir martalik moddiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi o'rniga pul yoki boshqa turdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ajratilgan bo'lishi mumkin. Bunday pullar ayrim hollarda faqat belgilangan muddat ichida rasmiylashtirilishi, olinishi yoki ishlatilishi kerak bo'ladi. Agar muddat 30 avgust deb belgilangan bo'lsa, demak pensioner yoki uning vakili shu sanagacha tekshirib, kerakli harakatni qilib qo'yishi zarur. Agar sizga yaqinda mahalla tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi
bank yoki pochta tomonidan sizga pul ajratilgan to'lovingiz bor, kelib rasmiylashtiring. Kartangizni yangilang, hujjat olib keling degan xabar kelgan bo'lsa, befarq bo'lmang. Telefon kelgan, SMS kelgan, mahalla raisi aytgan, ijtimoiy xodim ogohlantirgan bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Agar pensiyangiz pochta orqali berilsa va oxirgi 1-2 oyda pul olmagan bo'lsangiz, albatta tekshiring. Ba'zan odam keyingi oyga qo'shib berar deb o'ylaydi. Ha, ayrim holatlarda shunday bo'lishi mumkin, lekin hamma holatda emas. Ayniqsa shaxsni tasdiqlash, yashash manzili, ishonchnoma, sog'liq holati bilan bog'liq masala bo'lsa, to'lov to'xtab turishi mumkin. Agar bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, PIN kodni unutgan bo'lsangiz, kartani yo'qotgan bo'lsangiz, lekin pensiya tushyapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, buni ham tekshiring. Pul tushgan bo'lishi mumkin, lekin siz foydalana olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki hisob raqamda muammo bo'lsa, to'lov qaytgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankka borib yangi karta ochish, eski kartani tiklash yoki hisob raqamini aniqlash kerak. Agar siz boshqa viloyatga vaqtincha ketgan bo'lsangiz, masalan, Toshkentda davolanyapsiz, farzandingiznikidasiz, lekin pensiya ro'yxatingiz Qashqadaryo, Farg'ona yoki Xorazmda qolgan bo'lsa, bu ham muhim. Chunki ayrim to'lovlar yashash joyi bo'yicha rasmiylashtiriladi. Siz uyda bo'lmasangiz, pochtachi sizni topolmasligi, mahalla xodimi xabar yetkaza olmasligi mumkin. Endi kimlar ortiqcha qo'rqmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz har oy bank kartangizga muntazam tushayotgan bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, bank ilovasida yoki bankomatda pul ko'rinayotgan bo'lsa, siz oddiy pensiya mablag'ini ishlatmagan bo'lsangiz, bu pul shunchaki 30 avgustda yo'q bo'lib qoladi degan gapga ishonmang. Masalan, bir onaxon farzandi to'y qilgani uchun 3 oy pensiyasini yig'ib qo'ygan. Kartada 6 million so'm turibdi. Onaxon avgustgacha ishlatmasam kuyib ketar ekan deb vahimaga tushib, keraksiz narsalarga sarflab yuborishi noto'g'ri. Agar bu oddiy pensiya bo'lsa, u mablag'ni majburan sarflash shart emas. Pulni ehtiyojga qarab ishlatish kerak. Yana bir misol, otaxon doriga pul yig'ib yuribdi. Har oy pensiyadan 500 ming so'mdan qoldirib, kuzda davolanishga borishni reja qilgan. Bu oddiy bank kartasidagi shaxsiy pul bo'lsa, uni 30 avgustgacha ishlatib tugatish shart emas. Muhimi karta faol bo'lsin, egasi tirikligi va hujjatlari bo'yicha muammo bo'lmasin. Bank hisob raqami bloklanmagan bo'lsin. Lekin shu bilan birga men bitta narsani alohida ta'kidlayman. Mening kartamda pul bor, demak hammasi joyida deb ham butunlay befarq bo'lmang. Chunki sizda oddiy pensiyadan tashqari boshqa ijtimoiy to'lov ham bo'lishi mumkin. Masalan, kommunal kompensatsiya alohida tushgan, lekin siz uni sezmagan bo'lishingiz mumkin. Yoki sizga moddiy yordam tasdiqlangan, lekin uni olish uchun bank hisob raqam kerak bo'lgan. Shuning uchun kamida bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Birinchi misol, yetim 2 yoshli otaxon pensiyasini pochta orqali oladi. Iyul oyida qishloqdan shaharga farzandiniga ketgan. Pochtachi 2 marta kelgan, topmagan. Otaxon uyga qaytsam berishadi deb o'ylagan. Avgust oxirida kelganda esa unga avval bo'limga borib aniqlashtiring deyilgan. Bu yerda otaxonning qilish kerak bo'lgan ish oddiy. Pasport yoki ID karta bilan pochta bo'limiga boradi. Olinmagan oylar bo'yicha ma'lumot so'raydi. Agar pul qaytarilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza yozadi. Agar sog'lig'i yomon bo'lsa, farzandi notarial ishonchnoma bilan bu ishlarni bajarishi mumkin. Ikkinchi misol, 68 yoshli onaxon pensiyani kartaga oladi. Kartasi muddati avgustda tugagan. U esa pul tushmay qoldi deb o'ylagan. Aslida pul hisob raqamga tushgan, faqat karta ishlamayapti. Onaxon bankka borib yangi karta oldi. Eski hisob raqamdagi pul yangi kartaga bog'landi. Bu holatda pul kuymagan, lekin vaqtida tekshirmasa, onaxon o'z pulidan foydalana olmay yurgan bo'lardi. Uchinchi misol, pensionerga mahalla orqali bir martalik yordam ajratilgan. Unga 30 avgustgacha kelib hujjatni to'ldiring deyilgan. Pensioner esa pensiyam kartaga tushyapti-ku. Bu ham o'zi tushib qolsa kerak deb bormagan. Muddat o'tgandan keyin esa yordam puli keyingi ro'yxatga o'tib ketgan yoki qayta ko'rib chiqish talab qilingan. Mana shu holatda pul kuyadi degan gapning ma'nosi bor. Oddiy pensiya emas, aynan muddatli yordam puli haqida gap ketmoqda. 4-misol, bir otaxon nomiga pensiya tushadi, lekin u o'g'ri kasal, bankka bora olmaydi. Farzandlari kartadan foydalanadi. Lekin hujjatlarni yangilash kerak bo'lganida hech kim e'tibor bermaydi. Natijada bank karta bloklanadi yoki to'lov tekshiruvga tushadi. Bunday vaziyatlarda huquqiy yo'l bilan ishonchnoma rasmiylashtirish kerak.
kartani olib ishlatib yurish bilan masala hal bo'lmaydi. Chunki keyinchalik bank pensiya bo'limi yoki boshqa organ shaxsni tasdiqlashni so'rasa muammo chiqadi. Eng katta noziklik shundaki, odamlar pensiya degan so'z ostida hamma pulni bir xil deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Pensiya alohida, nafaqa alohida, kompensatsiya alohida, moddiy yordam alohida, imtiyozli to'lov alohida bo'lishi mumkin. Har birining o'z tartibi, o'z manbasi, o'z muddati bor. Ikkinchi noziklik, ishlatmagan pul kuyadi degan ibora ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Bank kartangizdagi shaxsiy pensiya mablag'ini majburan ishlatish shart emas. Lekin davlat tomonidan maqsadli berilgan ayrim mablag'lar. Masalan, aniq xizmat uchun ajratilgan summa aniq muddat ichida rasmiylashtirilishi kerak bo'lgan yordam yoki pochta orqali olinmagan to'lovlar bo'yicha muddat bo'lishi mumkin. Shuning uchun pulning turini bilmasdan xulosa chiqarmang. Uchinchi noziklik ishonchnoma masalasi. Ko'p pensionerlar farzandiga kartamni olib pulni yechib kel deydi. Hayotda bu ko'p uchraydi. Lekin rasmiy ishlar, masalan pensiya bo'limiga ariza berish, pochta orqali olinmagan pulni talab qilish, bankda karta tiklash, hisob raqam ochish uchun ko'pincha pensionerning o'zi yoki ishonchnomaga ega vakili kerak bo'ladi. Shuning uchun agar ota-onangiz yura olmasa, oldindan ishonchnom masalasini hal qilib qo'ying. 4-noziklik telefon firibgarlari. Aynan shunday xabarlar tarqalganda firibgarlar ham faollashadi. Ular pulingiz kuyadi, kartangizni tekshirib beramiz, SMS kodini ayting, karta raqamini yuboring deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, bank ilovasi parolini, karta PIN kodini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimi ham, bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bo'limga boring. 5-noziklik. Muddat oxirgi kunga qoldirilsa, navbat ko'payadi. Agar haqiqatan ham 3 avgustgacha biror hujjat topshirish, pulni olish, kartani yangilash yoki ariza yozish kerak bo'lsa, 29 yoki 3 avgustni kutmang. Oxirgi kuni bankda navbat bo'ladi, pochta bo'limida odam ko'payadi. Tizim sekin ishlashi mumkin, mas'ul xodim boshqa joyga chiqqan bo'lishi mumkin. Bunday ishni kamida bir necha kun oldin bitirib qo'ygan ma'qul. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pulingiz qayerga tushayotganini aniqlang. Agar bank kartasiga tutsa, bankomatdan yoki bank ilovasidan balansni tekshiring. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, bank filialiga pasport yoki ID karta bilan boring. Xodimdan oxirgi oylar bo'yicha tushumlar tarixini chiqarib berishni so'rang. Menga pensiya qachon tushgan, qancha tushgan, hisobim faolmi deb aniq savol bering. Ikkinchi qadam, agar pensiyani pochta orqali olsangiz, o'zingizga xizmat ko'rsatadigan pochta bo'limiga boring. Pasport yoki ID kartani oling. Men falon oy pensiyamni ola olmadim. Bu pul qayerda? Qanday olaman deb so'rang. Agar sizning o'rningizga farzandingiz boradigan bo'lsa, oddiy og'zaki gap yetmasligi mumkin. Rasmiy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan sizga biror moddiy yordam, kompensatsiya, imtiyozli to'lov ajratilmaganini aniqlang. Ayniqsa, siz yolg'iz yashasangiz, nogironlik guruhi bo'lsa, kam ta'minlangan oilada bo'lsangiz, dori-darmon xarajati katta bo'lsa, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam olgan bo'lsangiz, bu savolni berish kerak. Mening nomimda muddatli to'lov yoki rasmiylashtirilmagan yordam puli bormi deb so'rang. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi yoki hisob raqam ma'lumot, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumot. Agar vakil bo'lsa, notarial ishonchnoma. Ayrim yordam turlari uchun tibbiy ma'lumotnoma. Nogironlik bo'yicha hujjat, kommunal to'lov kvitansiyalari yoki ariza ham so'ralishi mumkin. 5-qadam, ariza yozganda aniq yozing. Masalan, men falon oylar uchun pensiya yoki ijtimoiy to'lovni ola olmadim. Ushbu mablag'ning holatini aniqlab, qonuniy tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz yaxshi, bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sanani, kirim raqamini qo'ydirib olasiz. Bu keyin isbot uchun kerak bo'ladi. 6-qadam, agar siz keksaygan ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, ularning pulini faqat sarflash emas, hujjatini ham nazorat qiling. Kartaning muddati qachon tugaydi? Telefon raqami kimning nomida? SMS qaysi raqamga keladi? Bank ilovasi ishlaydimi? Pensiya to'lovida uzilish yo'qmi? Mahalladan xabar kelmaganmi? Shularni tekshiring. Ko'p muammolar aynan e'tiborsizlikdan chiqadi. 7-qadam.
Shubhali xabarni darhol tekshiring. Telegramda qo'shnidan bozorda eshitilgan gap bilan harakat qilmang. Rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali, mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, pochta bo'limi. Eng to'g'ri yo'l shuki, kim sizga pul ajratgan bo'lsa, o'sha tashkilotdan yozma yoki og'zaki rasmiy javob oling. O'ttim avgust kabi muddatlar odatda hisobot davri, moliyaviy yilning ayrim bosqichi ro'yxatlarini yopish, ajratilgan mablag'larni qayta taqsimlash yoki foydalanilmagan pullarni qaytarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Oddiy odam uchun bu bürokratiya bo'lib tuyuladi, lekin amalda bitta sana o'tib ketsa, xodim endi bu ro'yxat yopilgan. Qayta ariza berasiz deb aytishi mumkin. Shuning uchun muddatni eshitgan zahoti menga tegishli yoki yo'qmi deb aniqlash kerak. Men yana bir bor ta'kidlayman, kartadagi oddiy pensiyani qo'rqib keraksiz narsaga sarflamang. Lekin sizga tegishli bo'lgan muddatli to'lovni ham e'tiborsiz qoldirmang. Eng to'g'ri yo'l vahmi emas, tekshiruv. Bir marta bankka, pochta bo'limiga yoki pensiya bo'limiga borib aniqlashtirish. Keyin afsuslanib yurishdan ancha oson. Demak, bugungi asosiy xulosa shunday. Oddiy bank kartangizdagi har oylik pensiya mablag'i odatda ishlatilmagani uchun o'z-o'zidan kuyib ketmaydi. Lekin pochta orqali olinmagan to'lovlar, rasmiylashtirilmagan kompensatsiyalar, bir martalik moddiy yordamlar va muddatli ijtimoiy pullar bo'yicha 30 avgustgacha harakat qilish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning farzandi pulning turini, qayerga tushganini, qanday muddat belgilanganini va hujjatlar to'g'riligini tekshirishi shart. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz kartaga tushadi yoki pochtadan olasizmi? Sizga 30 avgustgacha rasmiylashtiring degan xabar kelganmi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham asrab qoladi.